Bilaman, mendan baxtli odam yo'q. Do'stlar, men jamoa oldiga ketishga majburman. Davron ramziy ma'noda mana shu efirni mayli endi ustoz deydi, shogirdga topshirib ketilsa yaxshiroq bo'ladi. Hozir bizni ortimizda mana shu uchrashuvni to'liq tomosha qilgan, menimcha yig'lab tomosha qilgan Orif Tolipov mikrofonni Davron Fayziyevdan oladi va Davron tabiiyki do'stlar yo'llanma egalari oldiga boradi. Bilmadim endi Qatar bilan o'yinga qanaqa ajiotaj bo'ladi. Qatar bilan bo'ladigan o'yinga stadionga qanaqa muxlislar tashrif buyurishadi. Orif, marhamat. Do'stlar, bu bayram barchamizniki va butun mamlakat hozir ekran qarshisida yigitlar, muxlislar bilan birgalashib qovushib ketishmoqda. Bu do'stlar O'zbekiston navbatdagi sahifani ochgan kun do'stlar. Bu do'stlar 3-Renesansga navbatdagi g'isht qo'yilgan kun do'stlar. Bu do'stlar hammamizni birlashtirgan kun. Bu do'stlar jahon chempionatiga bizni olib chiqqan kun. Bu do'stlar yangi sahifa. Bu do'stlar hammamiz orzu qilib kutgan, kimlardir yeta olmagan kun do'stlar. Bu do'stlar biz yetdik bugunga. Mana shu yigitlarimizni olib chiqishdi. Orif o'sha 3 soat to'plangan energiyani bitada sarfladi va juda hayajonli chiqdi. Orif bitta narsa aytmoqchi edim. Endi aytaman, sharh davomida tiyilib turdim, chunki har qanaqa natija u gaplarga ta'sir qilishi mumkin edi. Muxlislarning tashrifi qanaqa og'ir kelishgani, ularni oxirgi kelgan o'sha Andijondan kelgan ultrasni aylantirib so'nggi minutlarda olib kelishgani, jurnalistlarni, ba'zi hamkasblarimizni qaytarib yuborishgani, nima hunarlar ko'rsatmadi bu arablar. Lekin aynan yoshlarimiz Saudiya Arabistoni maydonida qahramonlik ko'rsatib, 9 ga 11 o'ynab Jahon chempionati yo'llanmasini qo'lga kiritishganda, Osiyo chempioni bo'lishgani kabi akalari bugun ramziy ma'noda mana shu muxlislar qarshisida Amirliklarda, Abu Dabisida qo'lga kiritishyapti. O'sha kichkina stadionmi? Mana endi ziyoratgohga aylanadi. Har doim kelganda oq matchni tomosha qilib ketadigan muxlislar endi bu stadionni ham ko'rib ketishadiki, shu stadionda bizning terma jamoamiz mazza qilib jahon chempionatiga chiqqandi deb. Boya Orif intervyu berganimda juda ko'p men 0-0 degan hisobga yopishib oldim. Nega deganda, mana shunaqa 0-0 lik hisob bularga qattiq botardi. Bularni ezardi, azoblash xizmati bo'lardi. O'sha 0-0 uchun dunyoda birinchi marotaba men 0-0 ga xursand bo'lyapman. 0-0 ni sharhlaganimdan mamnun bo'lyapman. Davrondan keyingi baxtli inson bo'lsam kerak. Davron akam yetib keldi. Davron yetib bordi, yig'layapti o'zi, yig'lab ham chiqib ketdi. Menimcha hozir hamma yig'layapti muxlislarning oldida. Xullas